Tarbiyali qiz bo'lib yurib, bir kunda tarbiyasiz kelinga aylanib qoldingizmi? Qizig'i, undanda qizig'i bilasizmi nima? Sizga hech qachon tarbiya bermagan insonlar sizni tarbiyali yoki tarbiyasiz ekanligingizni baholashi. Lekin bir narsani hech qachon unutmang. Sizga ota-onangiz eng chiroyli tarbiyani bergan. Agar chiroyli tarbiya bermaganida oq liboslarda yuzlarini yorug' qilib o'zga xonadonga kelin bo'lmagan bo'lardingiz. Tarbiyasizsiz. Ota-onangizga qilmagan xizmatlarni o'zga uyda qilganingiz uchun. Siz tarbiyasizsiz, ota-onangizga qilmagan xushmuomalani o'zga uyda qilganingiz uchun. Siz tarbiyasiz kelinsiz. Ichingiz yig'lasada doimo kulib turganingiz uchun. Siz tarbiyasizsiz. Qadringiz yer bilan poymol bo'lsa-da, farzandlaringiz uchun sabr qilib yashayotganingiz uchun. Bugun sizni tarbiyasiz kelin deyayotgan bo'lsalar, hech ham bu gapga ishonmang. Hech bir ota-ona o'z farzandiga yomon tarbiya bermaydi. Insonni vaziyatlar, muhitlar, insonlar yomon tarbiyali insonga